Yani şu zodan toz haqsiz aynak almashtirib bergan. Şu Aksu şehir içinde, biz maşinimizden boyan qilgan, remont qilgan, ishlab qilib qolsa, doim olib bergan bir remontxona bor. Ya'ni mustahkam avtomobil mulozimat shirkati. Ama hozir Ömerma ishida mashinasini aynak bordan almashtiribdi. Mening mashinamni GUS namlashtirib qilib ketgan. Ishkilimizning mashinasi hozir ishida. Naqmaydan kirib, yaxshi bo'lgan faoliyatini o'rlashtiribdi. Endi bu yanaki alaylık nima deganda Istanbulda mushu kasbga nayt puxta, unani bak yaxshi qilibdi. Eng chong alayligi bak rastchil, bani ba yo'q deydi. Mush mashinasiga amroq, shofer ustamlar mush bu qatmoq faoliyatni quloqni dim tutib yaxshi foydalansan bo'libdi. Ya'ni shu zodan toz haqsiz aynak almashtirib bergan. Undan sirt bir ton GIOS, bir ton GIO haqsiz so'g'at qilgan. İşte haqsiz faoliyatni o'rlashtiribdi. Unda qilib qolsa naqmaydan kirib, Ömerdan billa shu faoliyatning tafsilotini bir tushunib chiqirib. Sana maşinimi tayyorlaydigan o'xshamadi. Birlarime qaldi. Qoldi. Haqsiz deb yomon katta faoliyatni o'rlashtirasizlar. G'azab zodan. To'liq haqsiz. Shunaqada 278 ko'ylak yoki uningda yuqori jiyo quydirtganligi, bir ton jiyoni haqsiz so'g'at qilsizlar. To'g'ri. Yoki aynak bilan haqsiz almashtirib berasizlar. Yoki zodan to'z haqsiz so'g'at qilsizlar. Uchning birini tanlab olasiz bo'ldi. Anigiza 278 ko'ydan to'van jiyo almashtirganligi. 278 ko'ydan to'van jiyo almashtirganligi shu 200 mesela 198 ko'ylak qatılba. 198 ko'yga 198 ko'ylak qatıl so'g'at qilamiz. Lekin 148 ko'yga 148 ko'ylak qatıl so'g'at qilamiz. Lekin aynak bu zodan to'z uning ichida emas. Onun için demez. Çoxum anında bahman bo'lish uchun 278 kuni yuqorisini qilish kerak. To'g'ri. Unda olib qilib qolsa, shofer ustamlar va faoliyatdan vaqti bahman bo'lganlar faoliyatni vaqtlab qilib qolsa, 2026-yilda 2-oyning 23-yildan 2-oyning 27-yilgacha naq, ya'ni 5 kun davom etdi. Unda olib qilsa, do'konniki adreslab qilib qolsa, Oqsu shahri Binxogungan, Archining ostiga joylashgan Nurdun siliqlash maylari balon dunyosi ya'ni 2-8-tarmoq do'kon. Ammo u Oqsudagi do'konning adresi, Avatik do'konning adresi neda? Avatik do'kon adresi olib qolsa, Saidi Jajizanniki yon tarafida. Nurdun siliqlash maylari balon dunyosi 210-tarmoq do'koni. Unda qilib qolsa, faoliyat Oqsu, Avat 2 yil do'konda o'rtaq Ünümge ega analoqasi vaqtida shu faoliyatdan bahramand bo'lganlar. Mana Ömer Shoqshoq bilan ishkilimiz shu faoliyatdan bahramand bo'lib, hozir shu mashinamizni mishada boyan qilib o'tamiz. Aloqa qilish telefon nomeri? Aloqa qilish telefon nomeri 131 99 97 12 17. Uni aloqasi faoliyatdan vaqtida bahramand bo'lganlar.